Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bizlarni kuzatib borayotgan qadrli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari. Sergeli atrofidan yana arzonroq variantimiz bor. Ukalar. 52 ming dollarga biru to'rt sotuv 5 xonali korobka holatida mana shu uchastkamiz sotuvga qo'yilgan. Svet, suv, gaz hammasi bor. Ko'chalarni mana ko'ringlar. Yangi asfaltdan chiqarilgan. Noldan hozir uchastka mana shunaqa qilib ko'tarib olish o'zi ham oson bo'lmayapti hozir kunda. Yaxshi lokatsiyada mana shu xonadonimiz srochniy sotuvga qo'yilgan. Ko'chalarni ko'rsanglar bo'ladi. Yangi asfaltdan chiqarilgan. Katta ko'cha yuzga masjiddan bir 150 metr bo'lsa kerak. Katta ko'cha yuzdan Sergeli Yangi Hayot tumani bilan bitta mashina yo'l ajratib turadigan lokatsiyadan mana shu uchastkamiz sotuvga qo'yilgan. Sergeliga taxminan 3-4 kilometr uzoqlikda Yangi Hayot tumani bilan bitta betonga ajratib turadigan joyda. Qirg'ariq mahallasiga kelganmizda, Yangiyo'l tumaniga qaraydi. Sergeli Layli mahallani boshlanishi Qirg'ariq mahalla deyiladi. Mana shu xonadonimizni sizlar bilan qisqacha obzorni ko'rib chiqamiz. Aslaniyasi xuddi mana shunaqa bo'lgan, pishganishdan ko'tarilgan, mana ko'ringlar, betonlardan mana shunaqa sesmalar quyib, mana shunaqa chiroyli qilib qurilgan xonadon. Faqat ustlari qora suvdan chiqarib, tashqi romlari qo'yib qo'yilgan. Bismillah deb xonadon kiramiz. Planirovkalarni, sharoitlarini ko'rsak bo'ladi. Darvozaxonaga 2-3 ta mashina indamay kirib ketadi. Asosiy binoga kirish eshigimiz mana uy yonboshidan bo'ladi. Qo'lni past tarafida kichikroq bo'lsa ham qo'lisi bor. Shu qo'lisini ham ko'rsatib qo'yamiz. Bu yoq tarafga mana xolasanglar zeloniy zona qilib qo'yasizlar. Yozgi paytlarda bemalol mashina o'zidan foydalansanglar bo'ladi. Qo'li tarafdan uyimizning ko'rinishi ikkinchi qavatlarga 100% plitalar tashalgan, mustahkam qurilgan, bitta xonani yerto'la qilingan bo'ladi. Bismillah deb uychaga kirib ko'rsak bo'ladi. Chap qo'limizda oshxona joylashgan, bu tarafga oshxonani planirovka qilishgan, plitalar tashalgan, tegi yerto'la qilingan. Yerto'laga bo'lsa mana bu tarafda zinan tegidan tushsak bo'ladi. Qorong'u bo'lgani uchun tushib o'tirmadik, mana ko'rsanglar bo'ladi. Masjiddan o'zi ko'rinyapti mana. Bitta xonani tegi masjidda yerto'la bo'lyapti. 5 ta xonadan tashqari yerto'la oshxonani tashkil etadi. O'ng qo'limizda birinchi qavat uchun bitta mehmonxonasi bor. Elektr simlari tashalgan, qora suvdan chiqarilgan. 52 ming dollar startviy narxi, ya'ni kelishadigan joylari bor. Zinalarni mana ko'ringlar, zo'r zinalar qo'yilgan. Qo'l qismiga bo'lsa mana shunaqa betonlar qo'yilgan, qalinligini qaranglar, juda ham mustahkam, chiroyli qilib xudo xolisa qurishgan. Bu taraflar polnisi plita ekan. Kirishimizga chap qo'limizda birinchi xonamizni ko'ramiz. Katta razmerda xolasanglar spalni, xolasanglar mehmonxona qilib foydalanaverasizlar. Rossiyskiy to'sirlar tashalgan, tekisligini qaranglar. O'zimizdan teringlar egilib ketadi. Rossiyskiy to'sirlar mana shu tekis turadi mana shunaqa. Xo'p, keyingi xonamiz yana bitta yotoqxona bo'ladi. Koridorda razdelniy sanuzel xona, hojatxonalar joylashgan. O'ng qo'limizda yana yonma-yon ikkita yotoqxona. Menimcha bu xonalar bolalarga mo'ljallashgan, razmeri bu xonalarga nisbatan kichikroq. Bu tarafda mana katta xona ekan, bitta katta yotoqxonasi, bitta bolalar yotoqxonasi. Bu tarafda ham xuddi shunaqa variant qilishgan menimcha. Sergeliga taxminan 3-4 kilometr uzoqlikda ukalar, hamma sharoitlari bor bo'lgan lokatsiyada mana shu xonadonimiz joylashgan. 52 ming dollar startviy narxi, kelishadigan joylari bor. Kvartirada tiqilib qolib qiynalib bo'lsa, yaxshi variant ekan. Timiy avtobuslar qatnaydigan joyda, har tomonlama unaqa shahardan chekkaga ham chiqib ketadigan joyda emas, bitta mashina yo'l ajratib turadi. Sergeli betonkasidan kelyapsiz, Futsiti tarafga qarab metal zavod keladi. Metal zavodning o'ng tarafi, katta ko'cha yuzidan taxminan arkadan 1 kilometrgina kiriladigan joyda. Aloqaga chiqinglar, egasi bilan to'g'ridan-to'g'ri savdo qilib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Mana shu Sergeli atrofidan uy qidirganlar bo'lsa tarqatib yuboringlar. Videoga like bosish esdan chiqmasin.